Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, siz aziz Usto'bek kanalidasiz. Bizning kanaldan uzoqlashmang, kanalimizga obuna bo'ling. Tver viloyatida ham yagona migratsiya paydo bo'ladi. Rossiyaning Tver viloyatida ko'rilayotgan migratsiya markazi aholi turar joyida va ijtimoiy obyektlardan uzoq joyda joylashgan bo'ladi. Tver viloyatining Kalelin tumanida hududida joriy fuqarolarga xizmat ko'rsatish yagona migratsiyasi markazi paydo bo'ladi. Tver viloyatining gubernatori Igor aytishiga qaraganda, migratsiya markazining paydo bo'lishi xorijiy fuqarolarni ishga joylashtirishning zamonaviy va tizimini yaratish hamda viloyat hududida joylashgan korxonalarga yuqori malakali mutaxassislarni ishiga jalb qilish xizmat qiladi. Yangi bino bir qavatli bo'lib, uning ichki barcha kerakli muhandislari, kommunikatsiya tarmoqlari, parkovka va hujjatlarni tekshirib o'tkazish tizimi jihozlangan bo'ladi. Yangi markaz yagona prinsipda ishlay boshlaydi, ya'ni xorijiy fuqarolarga barcha kerakli xizmatlarni bir joyda olishlari mumkin bo'ladi. Jumladan tibbiy ko'rikdan o'tish, rus tillari va Rossiya qonunchiligiga asosan imtihon topshirishlari mumkin bo'ladi. Tver viloyati 2018-yil patent asosida ishlash uchun xorijiy fuqarolarni oyiga 5194 rubl avans to'lovlarini to'lashlari kerak bo'ladi. Moskva shahrida esa ushbu to'lov 4500 rublni tashkil qilmoqda. Eslatib o'tamiz, Rossiyaning har bir viloyatida patent to'lovlari narxini xorijiy ishchilar kuchiga bo'lgan ehtiyoj va iqtisodiy sharoitlardan kelib chiqqan holda mustaqil belgilaydi. 2018-yil eng qimmat patent to'lovi 8354 so'mni Yamal-Nenskiy avtonom okrugida belgilab qo'yildi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shu edi. Xayr, salomat bo'ling, kanalimizdan uzoqlashmang.